Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi shuni güzel Yepak yo'li sirasi programmasiga qatnashgan mayirlarning shin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zal girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Ulardan oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'uljida ishlab, sapto va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Shuningdek, mukofotimizni ayt katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Shuningdek, mukofotimizda esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. Ko'pincha daraja mukofotimizda esa Zalotnozon namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'd shirkati Alzoq kiyimchilikka ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorlig'imi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Oğlum yaş bu yigitning ismi Renat Hamid. U bu yil 19 yoshda. San'at institutida lektor riyosatchilik kasbida o'qiydi. U qalbi hamon menga mansub deydi. Ya'ni bu jur'atli yigitimizni qarshi olaylik. Mening qiziqishim intayin ko'p, ortiqcha oz emas. Endi qaysi uslubni yaxshi ko'rsan degan masalaga haqida men odatda ommabop usulni yaxshi ko'raman, xalq usulini yaxshi ko'raman. Qiziqishimga kelsak, men odatda naqshidishda ommabop usulda naqshidish bilan xalq usulida naqshidishni yaxshi ko'raman. Endi Yepak yo'li sadasi musobaqasi qatnashishda men uchun qatnashim keldim deganda, men oliy maktabga endi qadam qo'ydim. Men oliy maktab hayotimni eng shonli natijalarim bilan boshlamoqchi. Men Yepak yo'li sadasi naqshidish musobaqasi qatnashib, o'zimning eng qalb soatini ko'rsatib, eng qaltis natijam bilan oliy maktab hayotimni boshlamoqchi. Yaşlıdır cennette
Afsus. Assalomu alaykum tomoshabinlarimiz. Assalomu alaykum ekran alır ko'rmalarimiz. Men Reynat. Reynat Hamid. Bu yil 19 yosh 20 qarab mandim. To'liq o'tir maktabning oliy maktab ko'chish imtihonini berib, Şinjan san'at institutining doktor riyosatchilik kasbiga qabul qilindim. Sen bayı naqshi sen davatimi akam? Naqshi aytganda mikrofon bilan eg'zingning orlig'i qanchalik bo'ldi shuni hozir ko'rsatib qo'yamizga. Jiroq bo'lib qoldi. Jiroq bo'ldi. Bu naqshini tanlab qilishga nima sabab bo'ldi sana bir? Mening naqsh etish uslubim menda xatni yurakini da izlamayman, lekin xatni maydonga olib tushib talayman deb o'ylayman-da. Yaxshi. Arsam borliqim qo'ymadinglar, ko'nglim keldi juma deb qo'yay. Mushunda bir ko'taribsan muzik deb ket. Xapolma. Mana hozir bo'lyapsiz bo'layapti. Ay, hozir biroz ta'tirib qoldim. Mau naqsha ana jurt vatanimiz kuylangan naqsha mazmundan tap ahang'ichamizga bak pishiq narsa bo'lg'ashqa buningda yangi aytilgan naqshning qayeri ketdi qayeri ketmadi hammani bilib qolamiz deyna biz. Shunga birinchisi men sababni mikrofonni faqat jiroq tutib olganligimni ko'rib qoldim. Naqshida yana daxmo tirishsam bu yil ham san'at maktabiga kiribsan emasmi? Maktabimizning qo'yni keng naqshida yana sana taraqqiy qilish fursatini aytib nurg'un. Biz ham qo'llaymiz seni. I promise you I'm always there. Sizda shundoq ko'krangi ruh, ishonchlar bo'ladi ekan, qalbi hamon sizga quchoq ochib. Çin Nuri Biyokan Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzel birim buyumları Mahirlarga omad tilaydi. Turpan kishilarning qalbi xuddi turpandekla o'tliq ham haroratli. O'qituvchi Anvar Raqib turpandan chiqib aytmoqchi bir kuy, qolg'usi bizga yetdi. Olayligim bo'lsa, naqsh etish, muzika sinsiq, ovoz qilish, muzika o'qitish, ijodiyat. Yana mush muzikada talantli bolalarni bayqab tarbiyalayapman deb. Mening bu programma qatnashimga oilamdagilar, kasbdoshlarim, xizmatdoshlarim, al-og'in birodarlarim alohida madad berib qoldi. Bu programma kirishga maqsadim o'zimning naqsh etish, san'at jihatdagi talantimni qanchalik darajasiga bilib chiqish bilan birga keng ko'rmalarga ozroq bo'lsin ma'naviy o'zim ato qilish. Ishonchim chuqur tirishib hal qilish musobaqaga kiraman. birden to'xtamay chirgilarkan bu dünya, chirgilarkan bu dünya. Her bir canğa paklab ülgürerken bu dünya, ülgürerken bu dünya. Kalaylani güldürerken bu dünya, bilmegenli okutup güldürerken bu dünya, güldürerken bu dünya, bu dünya. Aman aldım, solladım, karlanmandan yolladım. Gayipken kızıl gül, güldürerken bu dünya. Atam kesse hasrette
onun turar ücrette musibetke göz yaşta güldürerken bu dünya güldürerken bu dünya gayi azap, gayi şakir, gayi nisam hicranlı deryası gariqi söndürerken bu dünya Otan kessen esrette, ondan kuran ücrette musibetke göz yaşta güldürerken bu dünya güldürerken bu dünya Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, tanishib chiqaylik. İsmim Anvar Aqab, Turpandan geldim. Kesbim müzik o'qituvchisi. 33 yaş. Musobaqa nima uchun bir qatnash niyati kelib qoldingiz? Endi Alloh'larniki madad berishi, kesbdoshlar madad berishi bilan sam qatnashdik. Tersa o'zimniki talentimning nadan nagicha ustozlar qanday baholanib berdi. O'zimniki bo'lmagan taraflarni to'g'rilash yuzasidan qatnashdim. Ovozda yig'ir charchashpa, shu naqshning avvalsiga chiqqan vaqtida odatda aytgan vaqtinglardagidek bo'lmadi-ku deyman. Albatta, bir azroq ravon, azroq bir to'g'riroq bir ovozni men anglagan ovoz bu aslicha biron. Ovozningki birinchi darajalik doğrusi uyqu. Biz hozir bir necha muallim aylandik. Erkin efendimning unda olsa mening boshqa fikrim yo'q. Asosan o'qishib ketdi fikr va talablarim. Shunga eng oxirida ham shu ikki efendim bir xonimdan birisini tanlashni o'ta sizga gap qoldi. Rahmat. Endi men tanlashim Abdullah Usta'ni tanlasam. Voy. Hop, kelam. Avlodlarga bir timin su berish uchun ustozda bir chimiz suv bo'lmoqi lozim. Ammo bilim shundoq suvdirki, berganga ozlab ketmaydi. Biroq o'rgangan seri jiqlishadi. Shogirdning shogirdi va ustozning ustozi bor degan so'zda. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'o'lja Mahful Muslimoncha yo'nalishlik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qimmatidagi haqimidir. Amar billah vatan suygusi yo'g'rilgan isil bir kuyni ilib salomiga keldi. Qani qarshalaylik. Ama bu Türkiye nasıllar yaşkırman. Şunda bu amma Türkiye nasıllar yaxşı eğitimler sağlayan. Xalqlarni yaxshi e'tibordan o'zini yaxshi ko'rman. Yoshlar suyuq to'shalgan narsalarni yaxshi ko'rman, yaxshi e'tibordan qaraman. Yaxshi ko'rgan ishim men meni to'p boqqan ota-onamni yaxshi ko'rman. Qolgan narsalarni yaxshi ko'rman. Atrofimdagi millat xalq ommasi bilan ittifoqlashib yaxshi ko'rman. Men shu programmaga qatnashib kelganimga orzuyim, nishonim
Ben şu Nakşiket'te çıkıldığımda 15 yıl sonra buldu. Müşteri çalığımdan ki ağır bir yetim çıkılığına ümitten bağlanan. Bu ümidim ağır emelge başkalığına eden 80 kuşalık ısılına. Ben 16 küçük mayırlarındaki katarıga kireleymen dediğim bir şeydim var. Tarixin vardır, şanın şevketli, toprağın vardır, bağın bereketli. Tarixin vardır, şanın şevketli, toprağın vardır, bağın bereketli. Rıza bergen şu erkekli Kadın sen can değil Rıza bergen şu erkekli Vatanım sen can değil. Atlar baskan şu uzun yollar Seferler ki yargın şular Şuna gururda sayraydı tular Vatanım sen can değil emin Şu an gururdan sayraydım tular Vatanım sen can değil emin sayraydı tular Vatanım sen can değil Şeytanlar kupa salsa işim kan Yüzünü alaysa tağut işim kan Yine çapalar
sen can değil aziz. Şu an burada sayraydım tılan, vatanım sen can değil aziz. Burada sayraydım tılan, vatanım sen can değil aziz. Vatanım sen can değil aziz. Assalomu alaykum. Men Manmüştüm. İsmim Ömer Abdullah oldu. Bu yıl 33 yaş girdim. Eskirni qilsam, ikkimiz bir juftlik universitetiga biz telefonda o'zaro to'la aloqa qiladigan bir shogirdim. Biz o'sha turib ancha-muncha telefonda o'zining talab qilganlarini, tajribalarini deb bergan. Bevosita uchrashish fursatimiz bek oz. Hozir o'rlagandan keyin endi bu musobaqaga men faqat bu inimga yana kelar yildagi musobaqalargacha ko'proq fursat berishni o'zim bilan aloqa qiladigan fursat yaratishni o'ylab qoldim. Faqat bugun musobaqa bo'lganlikdan musobaqaning nihoyatda haq bo'lish uchun bir ikki qatim men mushahada ko'rgan. Agar bu musobaqada e'tibor qilish mumkinchiligi bo'lgan bo'lsa, men mush inimga e'tibor qildim. Men bu yerda mushu naqshan orqali jut xalqiga, butun Shinjongdagi naqsh muzikaga anglaydigan, yaxshi ko'radigan qarindoshlarimizga shunday bir vatan to'g'risidagi ana yurtimiz, vatanimizni, makonimiz kuylangan, shuningga bo'lgan muhabbat ifodalangan mush naqshni vujudim bilan aytib sunganligim bilan seni hozircha mush birinchi qadaming bilan tabriklayman. Rahmat. Bu men uchun mag'lubiyat emas, chiqqan qalbim ochiq deb qaramayman. Chunki meniki bu tunji qadamim. Bunga bo'lgan ishni yapishda cho'qirtini san'at deysiz-ku. Azmi ijodiy bilan shug'ullanaman. Bu da bu men uchun bu mag'lubiyat emas. To'g'ri, sinab men umid qilaman, sening eng ko'p natijang bugungi bu bo'lsin. Bundan keyin texmo yaxshi natijaga ega bo'lsin. Yaxshi inim. Bundan keyin bevosita ishlashlaydi. O'ziga ishonch bo'lsa, odamga qalbi ishiklari manguga o'choq. Bundan keyin texmo zo'r utuqlarga erishishiga ishonamiz. Mahirlarimiz bir-birsidan xos. Yakandan kelgan singlimiz Rayangul Mamat bu chattalchi naqshidan birini o'rinlaydigandek qiladi. Qani, marhamat. Qiziqishim bo'lsa, sayot qilish, gitar chalish, naqsha anglash. Men bu İpek Yo'li sadas programmasi qatnashishga maqsadim. Shu mening hurmatlaydigan muzikant akalarim bo'lsa, menga shunday bir tavsiya qildi. Siz ovozingiz yiqimliq, yaxshi gitar chalasiz. Qizlarning ichida gitar chalganlar bek oz. O'zingizga ko'rib baxtsiz bo'lmamdi deb bir maslahat berdi. Men shu maslahat bo'yicha qatnashishga kelib qoldim. Men ishonch to'g'riliq o'ylashib baxmadim, lekin o'zim bir sinab ko'rib baqay deb o'ylashib baxdim.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. O'zim san'at instituti o'rta texnikum naqsh kasbini bitirgan. Lekin hozir o'zim muqim xizmat qilishni bek biznes qilgan bo'lg'achqa o'shilqi xarakter yaxshiroq bo'lgan tamoqxonlar, tirik chayxonlar bo'lsin, gitarchi bastaq qilaman. Ismingiz? Ismim Riyan Gulmamet. Yurtim Qashqarga yaqinlaysan, turishlik o'rnim Urumchida. Şu kızlar gitarchilik naqshisi meni o'ttirib qo'ydi shu. Uning yomon emas chaqsa degan. Biz bayatın uqmaymizda sizning gitar chalayotganingizni yoki birsiniki tankash qilganini Abdullah akam bilish kerak, anglab hayajonlanib berib kelamdi. Bir kille. Maslahat ish qilib chiqqan vaqtda o'rildik. Rahmat, o'rdigan Allah. Rastlaganlikdan bu ovoz yumshoqlikda odamni eritib, qo'yning miyda qilib etuvchi bu ovoz. Sizning hozirgi ma ovozingiz. Rast erlar o'lab qolgan ovoz ekan bu. Amaliyotda mening eslayganim men bir xil jimjitlikni his qildim. Jimjitchi bu naqshning hammasini iliqi cho'qim abisi di birmuncha bo'lak birmuncha oylandırıp hemen naqshında bo'lib ketish mo'jiziz. Ba'zi naqshlar bir xil jimjit holatda, işte oddiy sodda yuraknikini ifodalaydi. Shu yer bizga yetib keldi. Lekin darasga qilsam, bu faqat qatnashni o'ylab baxmagan. Siz o'ylab baxmaganmi yoki jur'at qilmaganmi? Jur'at qilmagandim. Chunki endi o sahnada nima tanlanmay qolib qolsam, yuzim chiqishdan xijil bo'lib qoldim. Bunda o'ylamalar, bunda o'ylamanglar. O'quvchilar butun xiyolinglar mushtaqgan. Ne yaxshi aytgan bolalar bo'lishi mumkin. Endi tasodifiy tanlanmay qolsam, hozir yavotqa ishimdan ayrilib qolaman. Ben kelajimdan qatnashmoqchi, sizlarga bir maxfiyishni deb turay. Voy, sen qatnashamiz? Men shu hisob qatnashmoqchi. Qaytadan. Men qatnashayman. Men qatnashay unda bo'lsa. Bu chaqchaq endi, lekin hech qachon sizning naqshni yaxshi aytganligingizni biz o'zgartirmaymiz. Masalan, tanlanmay qolsangizmi, sizning naqshingiz, ya'ni sizning naqshingiz bo'laverdi. Shunga jur'at qilganingiz yaxshi bo'ldi, do'stlaringizga rahmatlar. Mana siz gitar chaldikansiz. Bu gitar chala oladigan afandim bor. Siz naqshni yaxshi aytgansiz. Men bu naqshni ayta olmayman. Shuning uchun Nurnisa xonim aylandingizmi? Aylandingizmi? Rahmat. Nurnisa xonimning ovozi silliq. Bunda desam, mushta men boshqalarga ishtirib turib, mening o'quvchilarimni boshqalarga ketib qoldi. Sizmi ketib qolmanglar. Men boshqalarning alohidligini deb beryapman sizga. Siz mening gruppamga kelsangiz, sizning atrofingizga har qanday muzikantlarni yig'ib turg'izib bera olaman. Ham shundoq qo'shin bor. Ham sizning turqingizni o'zgartirayman. Birovdan to'sinimiz o'zgartirsin. Ya, qandaqdan? Uzun ko'ylak kiygizma. Uzun ko'ylak kiygizib, chash bashni qo'yib toza. Gitarni chiroyli tutqizib toza. Shunda qilmay qo'shilamsiz. Siz meni tanlamasangiz zotli bo'lmaydi-jimi? Siz o'zingizning fikrini bir dana, 1 minut vaqtingiz bor. Menchi bo'z hammalarga tanlagan, lekin ham gitar chag'im bo'lg'achqa, erkin Abdullah apandim tanlasam deb o'ylagandim. Hozir mushta o'ylamsiz. Boshdan shunday o'ylab kelgan. Hozirchi. Abdullah apandim yomon ammo qo'rqib yetaman. Ey, unda degan bilan o'zgarib ketamda, o'zgarib qolsa yaxshi, lekin o'zgarmaydi. Hey. O'zining baxtini bilmaydi-da, nima ekan. Eng oxirgi o'zimizning tanlashi qani. Yana da erkin Abdullah beni bozdu. Rahmat. Maymungul sayyora naqshchi edi. Ammo texnik yaxshi tarbiyalangan bo'ldi. Erkin Abdullah afandining mushkul vazifalarni yaxshi o'rnab, usul moyirlarni barliqqa keltirishga tilak tashladi.
bu yigit Alqan Akbar bo'ladi. U ishni ertadan emas, bugundan boshlash kerak deydi. Mana bundaq tirishchan, jasoratli yoshlarimiz uchun Ipak yo'li sadosi sahnimiz omon uchuq. Qani, mana. Qiziqishim muzika anglash va og'aylarga to'p tepish, sayohatga chiqish, va amroq naqshlar til chekmisi yoki uslub chekmisi faqat yurkimni tegarsam, yurkimni ta'sini chekarsam, o'sha eng yaxshi naqshlar, eng yaxshi ko'rgan naqshlar hisoblanadi. Men oliy maktab bitirib chiqib, mushtaq bir sahnaning muzika o'rgan bilimlarimni joriy qildirishda, bir sahnaning bo'lganligini nihoyatda xursand bo'ldim. Men shunga shu programma qatnashib yaxshi bir natija erishish uchun keldim. Ishonchim xeyli zo'r, yaxshi natija erishishimga ishonchim bor. Sana uzun bir konuştuk. Assalamu alaikum. Aleyküm Alqan Akbar. Sen usul oyundun mu? Biz kömüdü qasiniz eğir erkek kılgandak tursançı hazır. Ağzına yatkan cevabek. Ha, elik ya.
degan Eğer detal halatda aytibsizda, Bizning Uyg'ur bolalarisi buni yaxshi aytganda az bo'lgan ekan. Yaxshi. Lekin mening bilishimcha bu rock degan cho'qim bakadni ovozni jitvelish degan gap emas. Rock uslubini tanlasam mayli, ovoz muqim bo'lish kerak cho'qim. Lekin sening bir alayda menga bak yarab ketgan yeri sen ijodchilik bor ekan. Mahmud apandining naqshini rock uslubiga tushirib, aning kayindan asli melodiyaning varisi bo'lgan ahvol ostida yana taraqqiy qilib, bunday hissiyot qo'shmayapsa qarsamchi, bu tarafdan men bak xush bo'ldim. Qaradaydo degan naqshini pop rock uslubida aytqinimiz. Apren Abdulla akam naytib negizlik nuqtasini dedi-chu. Rock uslubini bir nechtaga bo'limda siz muxlislar hard rock, pop rock, metal deb har xil turga bo'linchi buning orasida. Endi shu naqsha sal baqirashlar yuz berib qoldi-chu. Bu rock and roll degan cho'qim baqirash degan gap emas. Bu intayin iddisi cho'nqur muzik uslubi, eng sap shu ko'ngildagi g'azab nafrat bo'lsin, xushallik bo'lsin, hammani sap ideyalar bilan, sap ovoz bilan ifodalaydigan naqsh uslubi. Shuni oldi bilan shu rock muzikalarni yaxshi ko'radigan YouTube'dagi do'stlarniki shu oldi bilan rock muzikasini xato tushuna olmasligini, shu vaqirsamlam ovozim eshitilsam shu rock and roll bo'ldi deb xato tushunchaga yo'q qilishdan saqlansak. Men bu sizning ishingiz vaqtida men shunday qiziqib rock and roll muzikalarni o'ynab baqqan. Lekin asosda biz o'zimizniki uslubini topdik. Buni g'amdagi jarayon ketadi. Yig'ib kelsam oldidan aprin. Bizning shu 89-90 yillardan boshlab rock o'ynagan. Masalan, Abdulla ustozimizmi rock o'ynagan bo'lib. Bak edidan aşırı etmey yeni rock. Men Tashkent teatridagi vaqtimda bir sayohat ko'rib yo'qo'g'i kirib ketishimizda qatnash saqchisi bizni to'rab oldi. Shuning amal yo'q, shuning bo'yida o'tdasak bir oshiq kelib qoldi. Bir naqshni o'qib keldi jiroqdan. O menendin bu menenge ovozi bir xil vibrato deganimiz bunda to'lqinsimon. Manda Italiya to'lqinsimon emas, deydigan emas. Aning o'ziga xos alomat. Buni qatchida anglab oldim. O alomat demakkan biz kichik bo'lgankin bilmagankin aprab buni oxirisini taraqqiy qildirib topdim. Shuning bilan bir butun bizningki xalqimiz yaxshi ko'rgan shundaqlamış butun O'rta Osiyoda yaxshi ko'rgan bir o'zimizniki xalq ong'i aylandi. Mana rock joyida ishlatsak bu yaxshi bo'ldi. Yenik rock dedi-ku, yenik rock biz o'zimizning naqsh musiklarimizga sal birlashtirishga atligrab. Bir qilinib ketmay, yenikroq yo'lda tanlab olsa, bunidan yana uchrashib tursak, fikrlashsak, sening yo'ling ochilib ketadi. Seni tabriklaymiz naqsham bilan. Bununa çıkılgan emas, çıkılıp ramıgan, haqiqiy çıkılgan deb berdi. Alqamatda sizni Nefes Yo'li sahnesida yana ko'rishni xohlaymiz. Çin Nuri Biyopel Teknikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik yemin Çin güzel birim buyumları Mahirlarga omet dileydi. Bu yoqqa dolqin mehmon. Bu aziz mehmonning sana sovuqsiga tashnamiz. Naqshlarni yaxshi e'tiborlab qarayman, yaxshi ko'rib anglayman naqshlarni. Naqshimizdan sir sayohat qilish, tarixiy kitoblarni o'qish, o'zimizning madaniyatini anglash qiynaladi. Bundan bo'xsin, hamisha tekrar qatnash orqali o'zimningki kichkindan hozirgacha o'ylab kelgan maqsadimni sahna orqali o'zimning qanchalik narsani o'rganganligimni bilmoqchi ham meni qo'llab kelgan urug'-qalla ota-onam acımızda beni barıp çoğunluğa ata-anamga çoğunluğa rahmetini bildirmem. Rahmet sizlerge.
chiroy ifodadan ish qilib bo'ladi deganda bir gap chiqdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir tanishib oldik ular.
İpek Yolu Sadası Mahir'e Dolgun Mihman'da hemen otuk salam. Hemen uzun Şincan yakan ait koşarak bizden bu yıl 26 yaş. Hemen küçüğümden başlap nakşımızdakiler kızıkışa başlagan ekan. İlk kestim başka. Mesela nima? Kompüter kesse. Yaxshi kasbga. Nima ish qilib digil unmaysiz uni? Shu kichkina qiziqish nishaga ekanda. To'g'ri. Bu kichkina o'g'an bilan işte adamni uya berib opiradigan qiziqish. Nima deymiz endi? Meni bejaga ketgan kasbim shu. O'sha 18 yil to'g'izlayotgan shu. Naqsh. Siz Toshmuhammad Boturning naqshlaridan boshqa naqshlarni aytganmi ya? Aytalamsiz? Aytalaman. Yo'q desangiz, men de Toshmuhammad Boturga naqsh yozdirib bersam bo'lmay qoldi agar men tanlab qo'ysangiz. Siz o'zingizniki tanlashingizni o'tirib qo'ying. Men Abdullah ekan. Lekin Amalan talag'im bor. Kimni? Amalan talag'im bor endi. Qag'ish Toshmuhammad Boturning. Ana meniki yaxshi ish. So'plarim Abdullah akamnikiga tushdi. To'g'ri tanlash. Shunda ishlangan bo'lsa. Chin muhabbat albatta eng buyuk. Chin muhabbat naqshlarimiz bilan emas, fil koinotda madih. Rahmat sizga Dolqin Mihman. Abdullah Abdurim akamning taklifida kunning-kunga ko'payasiz. Chin Nuri Biyokar texnikasi Sultan Zaltı işlengen güzellik menin chin güzel birim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Yolqin tog' bag'rida tek baranlari orasida kuy yangitib kelgan dehqon yigit Mansur Ahmad kuylarini sahnamizda yangratmoqchi. Endi naqsh yetishga qiziqman. Boshqa rasm chizish, sayohat qilish qatorliq ishlarni qilishni yaxshi ko'raman. Ota-onam, qarindoshlarim, do'stlarim kasbimni qo'llaydi. İpek Yolu Sadası programmasida 4 kuchlik mahir qatorga kirishiga ishonchim bor.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Mansurjon Ahmad, To'pon shahar Aydin ko'ylisidan 26 yosh. Mening kasbim endi dehqon desam bo'ldi. Ha, dehqon bo'ldi. Sen odat kunda naqsh aytamsan? Ha. Ha, bo'ldi. Endi mening gapim tugdi, chunki sening ovozing intayin charchoqliqga. Mush musobaqaga bir necha kun dam olmaylar kelib, mana shu izchil naqsh aytayotgan so'rindan kelibla qatnashgandek bir xil tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Chunki ovozing bak charchab ketibdi. To'g'ri. Beshi shunda yaxshi bo'ldi. Birinchi ko'plikda boshlanishi. Ikkinchi ko'plik kelibla azroq bir to'lan tikkina salba. Mening tanlashimning sababi bu naqshini mening rahmatli dadam Abbas Muhammad bak aytadi. Biz kichigimizdan boshlab bu naqshni anglab cho'ng'ilgan hisobda. Anglagan naqshlarning ichida eng yaxshi ko'rgan. Shunga men bu naqshni yaxshi ko'rgachga mening shu vaqtlarimni eslatib qo'ydingiz. Men sizga ovozingizning tusi, nayt chiroyli ovoz ekan-ku bu. Tarbiyalashga, parvish qilishga bo'ladigan ovozgan, qolgan ustozlar, efendimlar degan ovozlarni men o'zim o'ngshab chestay qilib o'taman. Rahmat. Shuning uchun sizga bir fursat berdim. Bu fursatdan foydalanib, sizning yaxshi tirishib o'rganishingizni umid qilaman. Rahmat. Cho'qim tirishman. Rahmat. Sizga bir fursat berishni Mana ot yurti o'g'li Ili vadisi qizi Nurnisa xonimga shogird bo'ldi. Bu hamkorlikdan Turpan uzumidek she'rin, Ili olmisidek laziz san'at asarlari vujudga chiqadi. Chin Nuri Biopan texnikasi Sultan zavodi ishlangan güzellik mening chin güzel grim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Qashqar yo'li Fayzobod, shakar suyi Annovat, Kaldi Fayzobod o'makdan ismidir uning farhad. U bijil 22 yosh, o'zini ko'rindi xeyli shosh. Qani bizga qandoq numar akaldikin, sahnimizga marhamat. Mening naqshga alayligim bo'lsa, men kona ahonlarni, kona xalq naqshlarini hozirgi zamonning muzikasida yoki hozirgi zamonninki uslubiga chiqishni qurib, yangi bir xil shakldagi naqsha muzikani chiqarib, shu jihatda o'zimni taraqqiy qildim. Uyimdagilar kichik vaqtlarimdan boshlab qiziqdim bu naqsha muzika kasbiga. Shu to'liq sizni tutdagicha qo'llamay keyin o'zim yana shu o'yinni yutib qarmay yana mushkas bilan shug'ullanagandan keyin bu o'yin bilan buni ko'rib ta'sirini keyin meni qo'llab hozirgacha madad berib turadi. Garip ağlardır Baykındır
Ben özüm Kaşka Yopoğun ayısın Ferhat Ağacı bulunan. Benim hemkarlaşkıçım bizden sokmadım bakçı Turgun buldu. Ağinemge çünkü onda rahmet etme. Benim hazırki kesbim, kılıvattan kesbim Peyzvatnaylık Nakşılımıgda işlevatına. Isil oldu. Bana muşu, flamenko degen bana muşu. Asli. Özümüzge has Uygurca flamenko. Özümüzce. Endi ma'u xalq arasida nurg'un yaxshi kuchlar bor. Yaxshi mayirlar, ko'milib qolgan oltindek bolalar bak ko'pkan. Ben bunu anlaşını bilemem. Pek huzurlu bence flamenco diyenli. Sizinki şu gitarın tarihi tarzı tüzülmepti. Belki çırak uğan kema bilen tarı içinip boşap bir halayım kançıkla yüz verdi dep oyuldum. Sizin çokum tanışıp çıktınız. Lekin sahne çıkan kim bunda işte yüz verdi. Lekin
Muşu tarihinin tüzelmesini ben bir senet dep oylap kaldım. Çünkü bilgen ki muşu nakşını koyup. Bu flamenco degen bu uslup muş edenin nakşı müzikinin gazet nefreti intayın roşen ifadelengen bir uslupçu. Bu bir gitarçı İslam emas. Flamenco degen fon muşu insanın ki gazet nefreti, hoşallığı aş yalaşlam ifade edilen bir uslupçu bu. Şuna bayatın degендek maun bizning mana haqiqiy Uyg'urcha flamenko. Buni Ispaniyaga apasaqmi o'xshashlar. Ispaniyaliklarni chavar chaqizgan flamenko mushu bo'ldi. Endi ben arva merip kelip, etim merip kelip, yanıma kelip yoklap ketemmedim, burader. Xapılmaysa, lekin nayt yaxshi ders aldık hazır ya. Flamenko'ni tushundigan adamning og'zidan sizlar o'zinglar avaz qilgan gitarsimiz, naqshchimiz Erkin Abdulla apandining og'zidan udul maxsus ya. Sağını deb berdim o gapni. Bu nayt yaxshi ders bo'ldi. Endi naqsh aytib, gitarchilik, balkim oilandagilarni sen ranjitganlaring badu Allah'ın narlıp kalan vakların bağdılmış gitar çalmam nakşi etmedi. Bana bugün sen muşa sahnede şular cevap kaytıyordun, ulağımı keçiriyordun. En de hazır yapını kıskatıp ustazdın birine tallaydıgan buldum. Benim tallışım Erkin Abdullah Akamdalım. Bompadiga xot geldi Erhatcanның ovozi, Ustoz Erkin Abdullah hammamizni qilg'ay rozi.